Ko'pchilik kofta kafemizni qimmat deb o'ylar ekan. Bugun sizlarga mijoz bo'lib, bir kishi uchun taomlanish nech pulga aylanadi? Hozirlar bilan ko'rib chiqamiz. Videoga like bosib qo'ying. Ketdi. Kafega kirganingizda sizlarni yoqimli muhit kutib oladi. Oila va do'stlar uchun sevimli maskanga aylanishga ulgurdi. Menyuda juda ham hamyonbop narxlar. Birinchi choy bepul. Men 3 xil setdan danarli setni tanladim. Buni ichida mavsumiy salat, tuzlama, qizil suv. Birinchi ovqatga yengil yasmiqli sho'rva, limonlarni siqib maza qilib ichib oldim. Ikkinchi taomga bir porsiya danar keldi. Danarni mahoratli usta tayyorlagan ham go'shtlarni yaproq bo'lib kesilganini ko'rishingiz mumkin. Bir kishi uchun juda ham to'yimli set bo'pti o'zi ham. Set zo'r bo'pti-yu, lekin ichishga hech narsa qo'shishmabdi deyishingiz mumkin. Lekin setning ichida turkcha limonad yoki ayron tanlasanglar bo'ladi. Shotni ko'rishdan oldin shu setga nimalar yana qo'shgan bo'lardingiz? Izohda yozib keting. Shot 84 ming so'm bo'pti. Siz uchun qimmatmi yoki arzonmi? Mana ko'rdinglar, hisobimizda 84 ming so'm bo'ldi. Menimcha bu ajoyib narx qorin to'g'asish uchun. Shuning uchun yaqin tanishlarga videoni jo'natib qo'yinglar. O'qatib qo'ymaslik uchun saqlanib qo'yinglar. Kofta Baysalix gurmanda hammani kutamiz.